Voy oyisi, 40 minut bo'ldi, hali bolani issig'i tushgani yo'q. Bilasizmi, bolalarda tana harorati nega tushmaydi? Bolalarda, ayniqsa chaqaloqlarda tana haroratining yuqori bo'lishi kattalarga nisbatan metabolizm jarayonini tezroq, aktivroq kechishidadir. Shu sababli chaqaloqlarda ozgina faollik bilan ham tana harorati yuqori ko'rsatkichlargacha ko'tariladi va ba'zi bir holatlarda tana harorati tushmasligi mumkin. Buning negizida metabolizm jarayonini jadallik bilan kechayotgani aks ettirilgan. Bolalarda immun tizimini to'liq shakllanmaganligi sababli ularni bakteriya va virusga qarshi kurashganda tana haroratining ko'tarilishi bilan organizmi javob beradi. Bu esa bola organizmi uchun infeksiyaga qarshi kurashish usuli hisoblanadi. Ammo bolalarda tana haroratini uzoq muddat turg'un holatda turishi va tana haroratini tushmasligi bu jiddiy holat hisoblanadi. Bolalarda normal tana harorati 36.6 dan 37.2 gradusgacha bo'ladi. Ba'zi bolalarda tana harorati ertalab pastroq, kechqurun yuqoriroq bo'lishi bu fiziologik holat. Agarda bolangizda tana harorati yuqori turg'un holatda saqlanib qolganda, birinchi navbatda bolaga ko'p miqdorda oz-ozdan suyuqlik berish va albatta fizik sovutishdan foyda bo'lmaganda litik aralashmalar hamda tana haroratini tushiruvchi preparatlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu videoni yosh bolali onajonlarga yuborib qo'ying.